Assalomu alaykum. Nabijon Nurmatov kuchaydi. Buni ko'ryapsizlar, bu mashinga gap yo'q. Toyota mashin umuman gap bo'lishi mumkin emas. Shu mashinlarda narxi interesni kimgadir. Birinchi 85 ming saman yana muomalasi bor. Hamma mashin furushiyay 85,000 ikkida interesni marhamat zang bizaning. Pastdagi nomerlarga telefon qilasiz. Nabijon Nurmatov kanali qo'yiladi inshaalloh. WhatsApp telefon nomeri promoy bo'ladi. Dokumenti bor, utilizatsiyasi bor. Dekabr oyigacha dokumenti bor mashinning. Umuman mashindan muammo yo'q. To'lka bu mashina o'zim qishlog'imda bo'lgan. Bitta laykni bosib qo'ying. Dokumenti ofisi bor, hamma dokumenti ko'rib yurgan mashina inshaalloh. Mana haligisiga kelayotgan bo'lsak, mashinani ko'ring, salonni, oldini. Agar bu mashinani kimdir bilib yurgan bo'lsa, ko'rib yurgan bo'lsangiz, albatta shunday mashina mingan odamlar biladi. Yaponskiy mashina 2006-yil. Buna salonga qarang, salon juda toza. Avtomat korobka. Hamma taraflama zo'r. Buna sizlar agar kimdir orqani ochdik, marhamat orqani ham ko'ring. O'tiras ichi kengish. Umuman bu tarafdan muammo yo'q. Ichi toza mashin. Kimdir agar shuni haydab ko'rgan bo'lsa, orqadagi nomerlarga qarang, nomerga vahshiy krutoy nomerlarga qarang. 87-87-01 region, Dushanbeyskiy nomer. Buna marhamat. Keling, обязательно. Nashora kamgina sarapinasi bor. Sarapinani ham aytib o'tgan, aytmadi demaysiz, kamgina sarapina bor. Kimdir agar shuni aytmay sotmasin deb, buni biz mashinaga o'tiramiz inshaalloh. Bu mashinani ko'ryapsiz, mashinaga gap yo'q. Vahshiy bomba. Toyota bor, Toyota'dan. Toyotaga teng kelmaydi. Nabijon Nurmatov deb o'tirasiz, avtomat korobka. Mazza qilasiz, toza mashinani ko'ryapsiz. Bir muammo yo'q. Faqat siz riskovat qiling, narsa oling, pulingiz bo'lsa bo'lmaz, zavod ko'rsatamiz. Buna zavod bo'ldi mashin. Biz orqani ochamiz, orqani bir tomosha qiling. Mashinada gap yo'q. Daha sizlarga bir yer ochib ko'rsatamiz. Bu mashin hoppa. Motor saatda ishlab turib. Vahshiy zo'r. Saat nima bo'lmaydi? Ovozi past, juda ham past ovozda. Xuddi saatda ovoz chiqaradi, motorda ovoz chiqmaydi. Juda past ovozda, endi kimdir kelib ko'rsangiz ham bo'ladi. Iloji bor, qarzga ham beradi. Agar pulingiz bo'lmay qolsa, qarzga beradi. Shu mashinada. Buni ko'rgan mashinangiz motor tizza turibdi. Umuman endi misol minilgan ko'p qiynalib mingan mashina emasdan. O'zim qishlog'imda o'tgan, bilaman, rangi, svetiga ham zo'r, hamma taraflama. Endi riskovat qilish kerak odamlarda, shunday mashinalarda Opel emas, mayda-chuyda emasdan, toza mashina, juda ham zo'r. Ko'rilgan pokrishkalar 85%, 90%. Yaxshi, juda yaxshi zo'r. Sveti ham Toyota Sherdan 87-87 qarang. 4 ta qanoti ham ochiq turibdi. Как o'ylaysiz, samolyot, temnik, hali avtopilyot deyman, shundaylari ham full edan. Bu ag'an bu mashinada hech kim o'tirmaydi. Hech qachon kam bo'lmaysiz. Nabijon Nurmatov garantiya beryapti. Shunday narsa, shunday mashinalarga faqat mazza qilasiz-u haydaysiz, faqat haydaysizda, to'xtatmaysiz. Gaziga bosasiz. Salonlarga keladigan bo'lsak, salonlarda ham muammo yo'q. Pokrishkalar 90% garantiya. Tazza qarang, avtomat korobka, full deyman. Shunday narsalar ham bor. Buna qarang, bolalar buni tashqaridan turib kuzatib turibdi. Prosta bunday mashina ko'rganiga xursandman. Buna qarang, uzoqdan Toyota bo'lsa tomosha qiling, qanday kelyapti. Prosta farlari bomba qarang. Ko'k svetalikdan. Prosta tuman nima, xullas shunday. Uzoqdan kelaverganda mashina jaddiy kelaveradi. O'sha do'qni shu sut qilmaydi, ichidagi barani ham ko'rinmaydi.